ko'rib turganlaringdek mana shunaqa aralashma tayyor bo'ladi. Keyin mana shunaqa qilib solib, mana shunaqa yeydi. Mana shunaqa narsalar qo'shasizlar. Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bugungi video sizlar bilan tovuq tezroq tuxumga kirish uchun qanaqangi yem aralashmalari berish kerak, shular bilan tanishtirib o'tib ketaman. Qanday tayyorlaydi bu yem aralashmalarini. Bizning tovuqlarimiz 4,5 oylik bo'lib qolishgan. Shunga tezroq tuxumga kirish uchun bularga mana shu ingrediyentlardan yem aralashmasi tayyorlab beramiz. Hozirgi birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan ingrediyentlarni aytib o'tib ketaman. Bizga kerak bo'ladi bug'doy, maydalangan makkayi yoki makkayini o'zi, ozgina kepak, anaqa starter yem ozgina. Sabablarini tushuntiraman. Ko'rib turganlaringdek, birinchi savolamiz. Makkayimizni bitta idishga qilib olishinglar kerak bo'ladi. Mana shu idishga solib hammasini bitta qilib aralashtirasizlar. Endi mana qopimizdan bilan tiqib bug'doylarimizni olib ichiga solamiz. Vaznini aytadiganlar bo'lsa, aniq qancha solishdi, men aniqini bilmayman. Chunki mana oddiy solaveraman. Mana tayyor bo'lmasa hali yemoqchi bular. Mana shunday qilib solamiz. Kish. Mana bu yemimiz ham tayyor. Endi buni ichiga starter, bularga tezroq o'sish bag'ishlaydi. Shuning uchun starterdan ham solamiz. Tezroq o'sishga yordam beradi starter yemimiz. Makkayi bularga ishtaha bag'ishlaydigan yem hisoblanadi. Mana kepak ishtaha bag'ishlaydi. Mana endi ko'rib turgan mana shu mana ko'rdilaringmi? Hozir niyat. Endi ko'rib turgan yemlaringni yaxshilab bir xil holatga kelguncha mana shu aralashmani yaxshilab aralashtiramiz. Mana bug'doy, makkayi bularga quvvat vazifasini o'taydi. Kepak ishtaha beradi, starter bo'lsa ozgina bo'lsa ham tez o'stirishga yordam beradi. Endi mana hali to'liq aralashtirmay turib, mana o'zimizda kalsiy degan narsamiz bor. Tuxumdan tayyorlaymiz. Videolarim ko'rsalaring bor. Mana shu kalsiyimizdan ham ayamasdan ko'p sog'olamiz. Mana hammasini sog'ora qoldik. Yangi tuxum qo'yadigan tovuqqa qancha ko'p mana shunaqa tuxum po'chog'idan solsalaring shuncha yaxshi. Chunki mana shu tuxum po'chog'i tezroq tuxum qilishiga, mana shu tovuqimiz mana tezroq tuxum qilishiga yordam beradi. Ham tuxumini, po'chog'ini qalin qiladi. Yerga tushganda yorilib ketmaydi. Shuning uchun qalin qiladi. Mana ko'rib turganlaringdek, mana hozirdan yeyishni boshlagan, hali bermasimdan turib. O'sha aytib o'tganimdek, bu tovuqlar ishtahasini ochadigan yaxshi yem mana. Ko'rib turganlaringdek, mana shunaqa massa hosil bo'ladi. Hammasi ichida. Mana birinchi tovuqimiz, ana ikkinchi tovuqimiz. Qo'rqib qochyapti mana. O'zini yem idishiga solib bersalaring ham bo'ladi. Ko'proq yem idishiga solib beramiz. Endi bu aralashtirib qilayotganimizga o'zlari kelib olishgan. Xullas, ingrediyentlarimiz shulardan iborat. Qo'shkilar kelsa mana ozgina bug'doy qo'shasizlar. Agar kamlik qilayotgan bo'lsa, starter qo'shib yuborasizlar. Agar kamlik qilayotgan bo'lsa, ana kepagimizdan ham qo'shib yuborsalaring bemalol bo'laveradi. Tovuqqa qancha dadil qilib bersalaring, sizlarga shuncha yaxshi tuxum qo'yib beradi. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmanglar. Mana shu aralashma sabablarini ham aytib tushuntirdim. Mana yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shunday massa hosil bo'ladi. Mana shu massa yemimiz tovuqlar tezroq tuxum qilishiga yordam beradi. Mana o'sha ikkalasi kelib yeyapti. Yeyaversin, hech narsa qilmaydi. Mana shu massani tayyorlab berasizlar. Mana bularga yoqqani uchun yeyapti mana. Kalsiyni qanday tayyorlaymiz deganlarga mana shu tuxum chaqilgandan keyin po'choqlarni po'lni mana shunday olib qo'yasizlar. Mana anchagina quyoshga bu quriydi. Qurigandan keyin keli deydimi, solib o'shanga maydalab tashaysizlar. Keyin shuna qilib yemiga qo'shib berasizlar. Mana hammasi yeyapti. Endi bu yemimizni sekin bitta narsaga solib, sekin beraveramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar.
tezroq 500 ta bo'lishimiz kerak. Kanalga obuna bo'linglar.